Bu taomni tayyorlasangiz aniq 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan yaqinlaringizga yoqib tushadi. Ham to'yimli, ham sochini chiqadigan bu retseptimizni albatta o'zingizga saqlab qo'ying. Qiymasiga kerak bo'ladi piyoz, qiyma, un, tuxum, tuz va pripravalar. Tayyor bo'lgan qiymani shunaqa shaklga keltirib yasab olamiz va podnosga yog' surib, ustiga taxlab olamiz. Qoshiq bilan ustidan ozgina ezib chiqib, shunaqa shapaloq holga keltiramiz va pechda ozgina pishirib olamiz. Endi keyingi etapi qaynagan kartoshkaga ozgina sut, ozgina margarin va priprava tuzini solib yaxshilab ezamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib kotletlarni ustiga qo'yib chiqamiz. Ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sirlarni qo'yib, pitokka ozgina qaymoq, ozgina tomat aralashtirib, ozgina tuz solamiz va uni aralashtirib va shunaqa qilib qo'yib yuboramiz va yana 10 minutga duxovkaga tiqib yuboramiz. Taomimiz tayyor. Shunaqa chiroyli podachcha qilib suzishingiz mumkin. Bu retseptimiz yengil taomlarning sirasiga kiradi va hazm bo'lishi juda ham oson. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring va menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sen mehr berishimga, e'tibor qaratishimga loyiq emassan. Ko'pchilik ayollardan shu narsani eshitamanki, turmush o'rtog'im shunaqa munosabat qiladilar Navol opa menga, qalbim titrab ketadi deyshadi. Sen mehr berishimga, e'tibor qaratishimga, sovg'alar berishimga arzimaysan. Sen loyiq bo'lishing kerak deb aytadilar deyshadi. Vaholanki shunaqa erkaklarga meni gapim shuki, ayol kishi mehr berishga, e'tibor berishga, sovg'alar olishga loyiq bo'lishi shart emas. Ayolni o'zi shundoq ham ayolligi va uni onaligi bundan-da ortiqroq narsalarga loyiqligini bildiradi. Ayol kishi bu narsaga erishilishi shart emas. Ya'ni erkak kishi bu narsada erishish kerak, ya'ni harakat qilish kerak bu narsalarga. Chunki erkak kishini puli, chiroyi qachondir vaqti o'tadi, eskiradi. Lekin uni mehr muhabbati bo'lmasa, bu narsa oila davomiy bo'lmaydi. Shuning uchun ayol har qanday holatda kim bo'lishidan qat'iy nazar u mehrga, e'tiborga loyiq.